Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Menga dori kerak edi. Qanaqa dori? Kimga dori? Ha? Gapirsanchi? Onamga. Yaxshi. Hozir beraman. Biroz shoshma. Mana bo'ldi. Mana dorilaring. Puling kam. Yana bir so'm yetmayapti. Opajon, ertaga albatta olib kelib beraman. Onam qattiq kasal. Bir so'mni o'zim qilib olib kelib beraman, opajon. Iltimos. Qolgan puli ertaga. Bunaqada hammaga yaxshilik qilaversam, uyimni topolmay qolaman-ku. Ol pulingni. Tushunsanchi meni? Iltimos, opajon, onam kasal. Mana shu dorilarni menga bering. Bu dunyoda onamdan boshqa hech kim yo'q. Bu dorixonani boshlig'i men emasman. Hayerda burga haydab borsa bolalarimni qanday boqaman? O'zi boshliq bo'lganda pulsiz ham berib yuborgan bo'laman. Opajon, iltimos, mana shu dorilarni bering. Qani edi? Ilojim yo'q. Ertaga albatta olib kelib beraman. Voy! Hay bo'ldi, to'xta. Xo'jayin, qarang. Olib qochib ketmoqchi bo'ldi. Murashya. Shumi? Sen hali sen dorilarni o'g'irlamoqchi bo'lding. Aka, o'g'irlamoqchi emasman. Ertaga albatta olib kelib beraman. Nimani olib kelib berasan, tirrancha? Arzimagan pulga dori olaman deb o'ylading. Amaki, qo'yavering, amaki. Axir bu dorilar onam uchun zarur. Meni rahmim keltirmoqchimisan? Jo'na. Menga pullar unikimi? Ha, uniki. Mana bu pullaringni olgin-da, qorangni o'chir. Ana, retseptingni ber. Amaki, siz ayting, menga shu dorilar juda zarur, berishsa bo'lmasa, ola bo'lib qolarlar. Ro'yxatdagi hammasini meni hisobimga yozib qo'yingchi. Xo'p bo'ladi. Agar puling bo'lmasa, onang o'ladi-da, bolam. Ayol shunaqa. Endi tur, uyingga bor. Onang seni sog'inib qolgandir. Tura qol. To'g'rimi? Dabba to'g'ri.